Access'da oldingi versiyalardan foydalanish. Access 2013 da yangi formatdagi fayllar qo'llaniladi. ACCDB yoki ACDB. Lekin siz Access'ni oldingi versiyalarida fayllardan ba'zi chegaralanishlar asosida foydalanishingiz mumkin. Misol uchun Access 2003 dagi quyidagi faylni olaylik. Siz ishga tushirishingiz bilan sizdan bu faylni ishonchli ekanligini birinchi marotaba ishga tushirishingizda tasdiqlashingizni so'raydi. Biroq versiyadan farqli ravishda bu ishni bir marta bajarasiz. Agar tarkibidagi barcha ma'lumotlar bazasi uchun o'rnatilsa, uni barchasi ishonchli fayllar qatoriga qo'shilib, yuqorida ogohlantirish boshqa kuzatilmaydi. Agar sizning ma'lumotlar bazangiz knopkali formani tashkil etsa, uni qismlari oldin qanday ishlagan bo'lsa, shunday ishlaydi. Siz formatni tanlab, hisobotlarni ishga tushirishingiz mumkin, lekin ma'lumotlar oynasini ishga tushira olmaysiz. Chunki u foydalanish imkoniyatiga ega emas. Bundan tashqari, WinDBD fayllari o'zlarini oynalarida ochiladi. Tabiiyki, bu ular bir-birini ustiga tushishiga olib keladi. Bunday holat bo'lmasligi uchun quyidagi ketma-ketlikni bajaramiz. Fayl, parametri, vkladki quyidagi bayroqcha o'rnatilishiga ishonch hosil qiling va OK knopkasini bosing. Siz faylni boshqatdan ishga tushirishingizga to'g'ri keladi. Oynalar bir-birining ustiga tushmaydi. Shunday tarkibda oldingi Access versiyalaridan foydalanadi. Access 2000, 2001, 2002, 2003 versiyalari fayllari hech qanday qiyinchiliklarsiz ba'zi bir sozlamalar bilan ishlatiladi. Yana siz ma'lumotlar oynasini ishga tushira olmaysiz. Chunki mavjud emas. Shuning uchun siz knopkali forma bo'lsa, uni noldan boshlab boshqatdan tashkil etish lozim. Chunki uning master tashkil etilmagan. Bundan tashqari, ma'lumotlar bazasi strukturasini o'zgartira olmaysiz. Agar sizda Access 97 fayli bo'lsa, siz ma'lumotlar kiritib hisobot olishingiz mumkin. Lekin hisobot formasini, ma'lumotlar bazasi strukturasini o'zgartira olmaysiz. Buning uchun ACCDB formatda qayta saqlanishi lozim. MDB formatni ACCDB formatda saqlangandan keyin siz uni Access 2007 versiyasi yoki undan oldingi versiyalarida ishga tushirishingiz kerak. Navbatda ko'rsatib berish, navigatsiya deb ataluvchi qismni ishga tushirish masalasini ko'rib o'tamiz.